alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 2 avgust sanasiga servisimizdagi olib borilayotgan ishlardan ozgina lavhalar ko'rsatib boramiz. Xo'p, olib qolingan mashinalar ikkita Gentra mashinasi. Hozircha buni egalari ichkarida maslahatlashyapti. Metanmi yo propanmi yo qanaqa zapchastlar masalasi bo'yicha. Xo'p, Damas mashinasiga 65 talik metan bilan Lido reduktorlari bilan xudo xolasa 3 millionga dak ichilarida dokumentlari bilan 3 millionga bitib ketyapti. Damas mashinasiga. Xo'p, keyingi mashinamiz Cobalt mashinasiga ham 90 talik metan ballonlari bilan 2026-yil bo'ladi. Avvalno chanalar bilan ustunovka qilib beriladi. Xudo xolasa buni ham отдельно ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu Cobaltimizga 4-pokoleniya metan ustunovka qilib beriladi. Aka qanchaga gaplashuvdingiz? 4.600 ga xudo xolasa bitib ketadi. Keyingi mashinamiz Cherry R106 Pro mashinasiga bu ham hozir egalar bilan maslahatlashyapti. Metanmi yo propanmi yo qanaqa zapchastlar bo'yicha. Xo'p, kimda qanaqa savollar bo'lsa yoki qanaqa mashinaga ustunovka narxlarimi yoki qanaqadir zapchastlarmi shunaqa savollaringiz bo'lsa, любой shu metan propan bo'yicha savollaringiz bo'lsa, kommentda qoldirsalaringiz, xudo xolasa hammasiga birma-bir javob berib o'tamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana zapchastxonamiz bo'ladi. Shu yerga kirib, zapchastlarni tanlab, ko'rib, tushuntirishlar beriladi. Yoqqan zapchastlarni o'zlaring tanlab, mashinalaringizga ustunovka qilib, sifatli, kafolatlangan holatda ustunovka qilib beramiz. Xo'p, hamma original zapchastlarimizga 1 yil kafolat bo'ladi. 1 yil davomida qanaqadir nosozligi bo'lib qolsa, nobodoga kelislar almashtirib beriladi, xudo xolasa. Exit mashinasiga TXL pozitsiyasi bo'ladi. Propan 4+ qo'yib berdik, xudo xolasa. Hammasi originalni 100%. Real faslunkalarımızdan foydalanib berdik. QR kodli original. Miyalari injektor 48 ga 4. Nordic original italyanskiy fazmet shlankalari bilan bir martalik filtrlari, o'zida map datchiklari bilan ustunovka qilib berdik. Xo'p, orqa taraflariga hop 54 talik tabletka balon ustunovka qilib berdik, akkuratlik qilib zapaskalaring joylariga. Hop, bu mashinamizga $680 metan propan +4 ustunovka qilib berdik. Hop, Onyx mashinasiga metan 4-pokoleniya necha pul turadi? Hop, video davomida narxlarni aytib o'tamiz. Oxirigacha videoni ko'ring. Hop, o'rnatilgan jihozlar real farsumka QR kodli original bo'ladi. X reduktorlarimiz. Xo'p, miyalari Basico 24 ga 4. Buni modelkasini aylanib ham topa olmaysizlar, buning chunki yo'q hali. Eng original bo'ladi. Xo'p, orqa taraflariga xo'p 90 talik metan ballonlarimiz QR kodli 2026-yil o'rtoqlar. Garantiyalari bor, avvalgi chanalari bilan, krayniklari bilan akkuratlik qilib ustunovka qilib berdik. Xo'p, bu Onyxga full komplekt original jihozlari bilan 5 million so'mga o'rnatib berdik. Hop, Cobalt mashinasiga metan 4-pokoleniya necha pulga tushadi? Video davomida oxirigacha kuzatsanglar narxlarni aytib o'tamiz. Xo'p, bunga qo'yilgan narsalar reduktorlarimiz Avtogaz reduktorlaridan foydalandik. Real farsumka, Alex miyalaridan foydalanib zapravочкалaridan ustunovka qilib berdik. Xo'p, orqa taraflariga hop 90 talik metan ballon ustunovka qilib berdik. QR kodlari bilan yangi 2026 bu ballonlarimizga garantiya bor. Xudo xolasa avvalno chanalari bilan krayniklari bilan ustunovka qilib berdik. Xo'p, bu mashinamizga
byudjetniy variant qilib berdik. Xo'p, xuddi shu zapchaslari bilan 4 million 400 ga uстановка qilib berdik, xudo xolasa. Bittaga Tracker 2 mashinasiga 4-pokoleniya propan uстановка qilib berdik. Xo'p, miyalari Stack Goffas 200, Valtec farsonka, Nordic reduktorlaridan foydalanib, argument chiqarmaydigan shlankalar bilan, одноразовый filtrlari bilan foydalanib uстановка chiroyli qilib berdik. Xo'p, orqa qismlariga nechtalik balon edi? 47 talik. Xo'p. Balonlari 47 talik balon, tabletka balon. Zapaskalarning joylariga chiroyli qilib, akkuratli qilib uстановка qilib berdik. Tagilariga shumka qilmadik do'stlar, shumka qilmaymiz. Nimaga desanglar, ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman, shumka qilsanglar ma'lum bir vaqt ichida balonlaringni tagini chiritib yuboradi. O'shaning uchun akkuratli qilib hamda rezinkalar qo'yib berganmiz aylanasiga. Xo'p, Damas mashinasiga 3-pokoleniya metan pech pulga tushadi. Video davomida narxlarni aytib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar xabardor bo'lasizlar. Xo'p. Reduktorlari Lido bo'ladi. Yaxshi Damasga. Kraniklari, zapravочниклari bilan uстановка qilib berilyapti. Hozirda ish jarayonlarida. Xo'p, balonlari joylashtirilgan joylarimiz. Xo'p, 65 talik balon bo'ladi. 3 talik lentalar bilan akkuratlik qilib, mustahkam qilib o'rnatilib berilyapti. Xudo xolasa, bu Damasimizga xuddi shu zapchaslari bilan 3 million so'm, dokumentlari ham ichida 3 million so'mga bitib ketyapti, xudo xolasa. Cobalt mashinasiga 4-pokoleniya metan video davomida narxlarni aytib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Hatto 12 reduktorlaridan foydalandik. Ariel farsonkalari, yo'lda zapravочниклар, o'zlarini map datchiklari bilan miyalari Alex Pico miyalaridan uстановка qilib berdik. Xo'p, orqa qismiga esa 90 talik 2026-yil QR kodli balonlarni uстановка qilib berdik. Avano chanalari bilan akkuratli qilib, lentalari bilan, kraniklari bilan uстановка qilib berdik. Xo'p, bu Cobaltga xuddi shu zapchaslari bilan 4 million 600 ga bitadi o'rtoqlar. Xudo xolasa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.